Shundoqqina Hamrobobo to'yxonasini orqasidan kirib kelganinglarda SPS qurilish kompaniyasi tomonidan qurilayotgan 5 etajli domlarimizni men sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman. Ko'rishinglar mumkin, birinchi qavatimiz o'z nihoyasiga yetgan. Endi esa ikkinchi qavatga beton quyish jarayonlariga yetib kelganmiz. Xonadonlarimiz bu yoqda 40 ta bo'ladi. 2 xonali va 3 xonali xonadonlarimizni bu yerdan xarid qilishinglar mumkin. Subsidiya va birlamchi kredit asosida xarid qilasizlar. Birlamchi 17% dan xarid qilishinglar mumkin. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Lokatsiyani tushundinglar, Hamrobobo bu yerda Sharsharaga yetmasdan to'g'ri kirib kelganinglarda mana shu yerda qurilgan zdaniyamiz to'liq pishig'ishdan bo'ladi. Ichkari перегородкалari ham pishig'ishdan bo'lingan bo'ladi. SPS qurilish majmuasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun bizning Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan-da zo'r ma'lumotlarni sizlarga berib boramiz.